Assalomu alaykum. Shamchiroq shu'lasida ko'rishib turganimizdan xursandmiz. Yaxshilab joylashib olinglar. Xo'p. Mana hozir yomg'irlar mavsumi va mana shu mavsumda bir qadar yomg'ir va uning qanday ahamiyatga ega ekanligiga e'tibor qaratamiz. Ko'pchiligimiz bilamiz, yomg'ir baraka timsoli sifatida qaraladi. Aslida qanday? Bu shunchaki og'izdan og'izga o'tib kelayotgan jumlami yoki haqiqatdan ham yomg'ir baraka mahsulimi? Ba'zida e'tibor berganmisiz do'stlarimiz, atrofimizdagi insonlar mana shu yomg'ir yog'aversa ba'zida nolish bo'lib qoladi. Balki bizni ko'rib turgan do'stlarimiz orasida ham biroz yomg'irdan noliganlar ham bo'lishi mumkin. Bani Isroil zamonida qattiq qurg'oqchilik keldi. Hamma narsa qurib bitdi. Chorvaga berishga ham hech narsa qolmadi. Chunki suv bo'lsa, nimadir yetishtirib ham chorvani boqish mumkin. Ham chorvadan bitta oila o'zining qandaydir iste'mol mahsulotlarini olishi mumkin. Lekin shu qadar qurg'oqchilik keldiki, hech narsa o'stirib bo'lmasida, nimadir ekinni ekishni umuman iloji yo'q edi. Shunda qavm birgalashib Muso alayhissalomni oldilariga borishdi. Musoga bor dardlarini aytishdi. Ey Muso, sen Xudoga yolvor bizni nomimizdan. Bu qurg'oqchilikka biz chida olmaymiz. Bizni go'daklarimiz bor, go'daklarimizni hayotini saqlab qolishimiz kerak. Bizni chorvalarimiz bor. Ularni ham o'zimizga ushlab qolishimiz kerak. Agar ular nobud bo'ladigan bo'lsa, biz ham nobud bo'lamiz. deya biroz arz qilishdi. Muso bir qadar ularga qarab oldi va birgalikda hammalari sahroga qarab yo'l olishdi. Musoning ortidan ergashgan olomon ham sahroga borib Musoni zimdan kuzatib turdi. Muso alayhissalom bir qadar odamlarga yana qarab oldi va osmonga qarab iltijo qila boshladi. Ey Alloh taolo, mana shu qavm orasidagi go'daklarga, mana shu qavm orasidagi senga, faqatgina senga ibodat qiladigan yoshi ulug'larga va mana shu qavmning chorvasiga o'zingning rahming kelsin. Bizga barakotingni yubor. Uni bizdan darig' tutmagin, deya ibodat qiladi, duo qiladi. Duolarni takror qilavergach, atrofdagi olomon ham Musoga qo'shilib birgalikda duo qilishdi. Va alal oqibatda Musoga vahiy keldi. Diqqat qiling. Ey Muso, sening ortingdagi qavm orasida Allohga isyon qilgan osiy bir banda bor. Ana o'sha banda orangizdan chiqib ketmas ekan, bu qavmga hech qanday barakat berilmaydi, degan vahiy keladi. Bu xabarni Muso alayhissalom olishlari bilan qahrlari, g'azablari ko'zlarida ko'rindi. Ortlariga o'girib qavmga qattiq gapirdilar. Orangizda Allohga osiy qilgan bor. Darhol o'rnidan tursin va oramizdan chiqib ketsin, deya qattiq gapirdilar. Hech kim o'zidan bilib turay demas edi. O'sha gapni eshitgan, anglagan inson ham atrofga qarab qo'ydi. O'ng tomon, chap tomon qarasa hech kim turay demasdi. Bildiki, faqatgina o'ziga atalyapti bu gaplar. Agar hozir
turib ketadigan bo'lsa, sharmanda bo'ladi. Agar qoladigan bo'lsa, uning deb o'zining qavmi och qolishi mumkin. Barakasiz qolib ketishi mumkin. Ikki o'rtada qoldi. Arosatda shu qadar qiynaldi, shu qadar vijdoni azoblandiki, shu joyida qanday o'tirgan bo'lsa, shu holatida ichidan haqiqatda Allohga iymon keltirgan holatda chin qalbdan tavba qila boshladi. Yo Rabbim, men shu vaqtga qadar 40 yoshimga qadar senga isyon qildim. Sen meni mana shu vaqtga qadar qilgan yomon amallarimni atrofdagilarga ko'rsatmading. Allohim, meni kechir. Meni bu holatda sharmanda qilma. Sendan o'tinaman. Tavbalarimni qabul qil deya chuqur tavba qiladi. Shu so'zlarni aytishi bilan Musoning boshining tepasiga qop-qora bulut suzib kela boshlaydi. Va yomg'ir yog'adi. Hamma xursand. Lekin Musoda savol paydo bo'ldi. Va yana iltijo qildilar. Yo Rabbim, bizning oramizdan hech kim chiqib ketmadi-ku. Bu qanday hodisa bo'ldi? deb savol nazari bilan duo qildilar. Yana vahiy keldi. Ey Muso, sizning orangizda haqiqatda menga osiy bo'lgan banda bor edi. U sabab mana shu qavmga yomg'ir to'xtab turgan edi. Va u sabab yomg'ir qaytdi deya javob beradi. Yana Muso so'raydilar. Yo Rabbim, menga o'sha bandangni menga ham ko'rsat. Men ham ko'ray o'sha itoatli bandangni deb so'raydilar. Yo'q. Sen uni ko'rmaysan. Men bandamga uni sharmanda etmaslikni va'da berganman. U menga tavba qildi degan vahiy javobni oladi. Mana shu yerda haligi insonning ko'zlaridan, bulutlar orasidan yomg'ir tomchilari qanday tushayotgan bo'lsa, o'sha insonning, gunohkor bo'lib tavba qilgan insonning ham ko'zlaridan xuddi shunday ko'z yoshlari mavjlanib tushardi. Mana shuni nasuh tavba deydilar. Bu haqida eshitganmiz. Aynan Alloh taologa haqiqatda ixlos bilan tavba qilgan insonning tavbasini albatta qabul etadi. Va bu mana shu tavba avvalida undan oldin qilgan gunohlarimizga qaytmasligimiz lozim deyiladi. Lekin Allohning marhamati cheksiz ekanligi mana shu yerda ko'rinadi. Kitoblarda o'qiganmiz. Taroziga bandasining amallari tortilganida ham insonlarning yaxshi, yomon amallari o'sha yerda hammaning oldida ko'rsatib qo'yilar ekandir. O'sha yerda ham Alloh azza va jalla biz gunohkor bandalarni gunohini yopadi. O'sha yerda ham men dunyoda seni sharmanda qilmadimmi? O'sha dunyoda seni gunohlaringni hammaga oshkor etib, seni sharmanda bo'lishingga vaziyat
hosil qilmadimmi? Bu yerda ham seni gunohlaringni yopaman. Faqat menga itoat qilsang, bas. Mana shu qoidani o'zimizni yodimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu yerda itoatni, ibodatni yodimizdan chiqarmasak va albatta mo'min musulmonlar uchun eng qiyini bo'lgan, men eng qiyini deb hisoblayman, ixlosni amal bilan birgalikda olib borish. Mana shuni ham unutib qo'ymasak, u yog'iga umid qilamiz. Albatta Alloh azza va jalla bizni gunohlarimizni xuddi hozirgi hikoyada bo'lganidek ommaga ko'rsatib qo'ymaydi. Hozirga qadar shunday bo'lyaptimi? Bo'lyapti. Demak, bu yog'iga ham ixlos bilan yashasak, albatta shunday bo'ladi. Shamchiroq shu'lasida ko'rishguncha omon bo'lasiz.